Assalomu alaykum China Motors muxlislari. Bugun sizlar bilan Jag brendiga tegishli bo'lgan yangi mashinalardan bittasini obzor qilamiz. Bu mashinamiz narxi bo'yicha ham eng arzon modellardan, undan tashqari 7 kishilik oilaviy mashinalardan bittasi. Benzinda harakatlanadi. Benzinda gibriddan ham oz rasxod qiladi. Ya'ni 7 ta 8 ta rasxod qiladi. Oddiy gibridlar ham 10 tagacha rasxod qilyapti. Mashinamiz ko'rib turibsizlar, JS8 yangi dizaynda chiqarilyapti. Yangi emblemalar bilan 360 kamera, undan tashqari adaptivniy kruz kontrollari, hamma ular bor. Tepada xolos udorjeniyalari. Faralarni ham neobishni qilgan. Hozir rosa trend bo'lyapti shu faralar. Xo'p, mashinamiz gabariti Captiva 5 taqa. Balonlarni ko'rishim mumkin. Balonlari ham ancha katta razmerlarini 235 ga 50 R19 da. Bunga borki 20 taqsiz ham yana ham chiroyli bo'ladi. Balon shiroki bo'lib, eshikda bez kulishni dastublari, orqa balonlar ham 19 razmerda. Mashinamiz orqa tomoniga o'tsa, orqa tomoni ham juda chiroyli mana. Mono qoshlarda pastga tushirilgan. Ko'rgan bo'lsalar, ya'ni yangi Equinox deb alda qilishyapti. Pashti o'sha bilan modeli bir xil. Orqada kameralari, datchiklari. Xo'p, mashinamiz elektronika, oyoqda ham ochiladi. Mashinamiz 7 kishilik bo'lgan bilan orqada ham ozgina joy qoladi. Bu pardaniki. Xo'p, mana siznlarni bemalol tortsak, orqada yana 2 kishi deytski ketaveradi. Hozir naryoqdan ko'rsataman. Orqadagi 3 qulayliklarni qarang. Bu yerda bemalol USB zaryadka qilsangiz bo'ladi. Undan tashqari klimat kontrolni o'zingiz boshqarsangiz bo'ladi. Ya'ni orqada o'tirgan odam ham xolasa issiq, xolasa sovuq qilib bemalol boshqarsa bo'ladi. Xo'p, hozir endi siz bilan mashinani ichiga bitta o'tirib ko'ramiz. Mashinani ko'rinishini ko'rib turibsizlar, juda chiroyli qilib ishlangan. Buni svetlari bor mana bu oqi, bu qorasi, undan tashqari mokri sveti ham bor. Xo'p. Ichiga o'tirishingiz bilan yangi dizayn, o'zgacha dizayn qilingan mana eshiklari. Endi avtomatik elektropриводda, undan tashqari nimalarini nikel qilib ishlagan. Ichki dizayniga ham o'sha alohida e'tibor bergan kamizdaqa. Birinchisi bizga katta monitor ko'rinadi. Probega 19 km masslar bor-ku. Start stoplarda rullarimiz elektronika, kruz kontrol, multimedia ham qismlari bor. Mana bu yerda klimat kontroli bor-ku. Juda chiroyli qilgan, aytganimdek mana nikel bor-ku. Neobishni qilib ishlab qo'yibdi. Skorslari shaybali. Elektron shuni avto hold. Mana bu yerda esa rejimlari bor. Monitordan boshqasiz ham bo'ladi. Mana bu yerda eko rejimga olsangiz bo'ladi. Mana sinovda qor rejimi, muzli havolarda, mana shunday havolarda minsiz bo'ladi. Xo'p, barlari endi oddiy buni ichida konditsioner ham bor deyshadi. Xolodilniga. Konditsionerni yoqqaningizda ichkaridan muzday haydab, yerda suv quvlaysiz, bemalol muzlatib beradi. Ancha keng qilib ishlangan. Sidina elektronika pamitlargacha bor. Mana bu yerda qulayliklarni juda chiroyli qilib ishlagan. Hammasi neobishni ishlangan. Eng qizig'i orqada lyukini ko'ryapsizlarmi? Kattaligini. Panorama lyuk. O'ta darajada katta. Oldin mana o'zimizga to'g'rilagan holatda ham orqa qismiga o'tirib ko'radigan bo'lsa ham ancha keng bo'ladi. Hozir siz bilan orqa qismini ko'ramiz. Orqa qismiga o'tiradigan bo'lsa, orqa qismini ham ancha keng ishlagan. Mana sizlar bilan bitta ko'rib chiqamiz. Xo'p, bu sizlardan bitta ipda boshqarilaveradi. Ichiga bemalol o'tirib ko'rsangiz bor-ku, ancha keng. Orqalarini ham shunaqa chiroyli dizaynda ishlagan. Bemalol ko'rib turibsizlar. Orqa juda yorug', keng. Eng qulayligi airbaglar soni juda ko'p bu mashinada. 10 tadan oshiq. Hammasi so'ykalarda bor. Undan tashqari sidinalarda bor, oldida rulda, torpedada hamma yoqda airbaglar bor. Xo'p, mana bu yerda deflektor, pastda mana zaryadchi. Xolasiz iPhone deysizmi, xolasiz Type-C hamma yoqqa ketaveradi. Undan tashqari mana orqada detskisi ham bunaqa kichkina emas. Bemalol katta odamlar ham ketsa bo'ladi. Albatta bu mashinamizning narxi sizga qiziq bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqing. Batafsil ma'lumot beramiz. Xo'p, bu mashina narxida tayyormi deganlarga, menimcha tayyor. Kelasizlar bir kunda nomlaringga chiqartirib beramiz. Muammosi yo'q. Albatta biz bilan qoling. Bundan-da chiroyli modellarni ko'rsatishda davom etamiz. Buni narxi aytganimizdek pastdagi nomerlarda. Mana bizda hozir Jag M3 deysizmi, M4 deysizmi, Sunray deysizmi, undan tashqari yangi modellarga kelgan RF8, T8, T9 pikaplari hammalarini obzorini shu kanalda yoritib boramiz. Albatta uning uchun bittadan podpiska bosib qo'ysangiz, hamma videolarni ko'rib olasiz. Albatta biz bilan qoling.